Koreya Seulning yuragi bo'lgan Gangnamda joylashgan Lotte World akvariumiga birgalikda sayohat qilamiz. Qani ketdik. Men Dinara 8 yildan beri Seulda turmush o'rtog'im va ikkita pahlavon o'g'illarimiz bilan yashab kelamiz. Va albatta, Koreyada yashab turib 5 yil oldin Indicare magaziniga asos solganman. Ya'ni butun O'zbekiston bo'ylab original mahsulotlarni eng qulay narxlarda Primoy Koreyadan jo'natib yetkazib beramiz. Bu ko'rib turgan Lotte World akvariumi Koreyadagi eng yirik yopiq akvariumlardan biridir. Bu yerda 650 xil dengiz jonzotlari va 55 mingdan ortiq baliqlar bor. Bolalarimiz bilan akulalarni, juda ham bir katta bo'lgan 8 oyoqlarni, dengiz otlarini, meduzalarni, menga juda ham yoqadi meduzalar va boshqa har xil baliqlarni juda ham bir sarguzasht bilan mazza qilib tomosha qildik. Shuning bilan birga bolalar uchun maxsus shoular ham bo'ldi, interaktiv sarguzashtlar ham bolalarimizga juda ham bir boshqacha sarguzasht qoldirdi. Agarda shunday oilaviy hayotimiz, Koreyadagi sarguzashtlarimiz va albatta kosmetika bo'yicha videolar sizga qiziq bo'lsa, ushbu videoga albatta yurakchani bosib qo'ying va videoni eng yaqin do'stlaringizga ulashishni unutmang. Siz bilan Dinara bo'ldi.